Agar sizda podagra kasalligi bo'lsa, ya'ni bosh barmog'ida yonida do'mpayib chiqadigan suyak bo'g'imida kristallar yig'indisi bo'lsa, uy sharoitida sizga tekin mashq va malhamlarni o'rgataman. Qarang. Oddiygina sochiqni olasizda, xuddi shaklda 1 metrlik sochiq. Kun davomida 3 marta qilasiz, oxirigacha tortasiz va suyak bo'g'imidagi bu harakat yaxshi tiklanadi. Mana yig'ilib qolgan kristallar, ya'ni kichkina osteofitlar o'z joyiga so'rilishni boshlaydi. Qarang, uy sharoitida bu birinchisi. Ikkinchisi, oddiygina asalni olasiz, asalga ozgina qalampir murchidan qo'shasiz va imbirni uchalasini aralashtirib, ayni o'sha joyiga surib, o'rab qo'yasiz. Buni 1 hafta 10 kun davom ettirasiz. Mashqni ham xuddi shaklda 1 hafta 10 kun, malhamni ham xuddi shaklda 1 hafta 10 kun davom ettirasiz. Qarabsizki, oyog'ingizdagi kristallar erishni boshlaydi va suyak o'z faoliyatida ishlashni boshlaydi. Agar sizda umurtqa dischurasi greja kasalliklari, suyak bo'g'imi artroz kasalliklari bo'lsa, yuqoridagi nomerlarga Telegram orqali murojaat qilib kelishingiz mumkin. Bizda zamonaviy texnologiyalar, ya'ni juda ham yaxshi muolajalar olib borilmoqda. Akalar, doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.